Ertalab turib birinchi ishim aylanib chiqaman territoriyamni. Nima bor, aylanib endi nima qilishdi, kim nima qilyapti. Kim boshlaymiz? Уборка. Уборкаdan keyin ovqat beramiz. Qishda yozda har xil rejimlar bo'ladi. Qishda ko'proq beramiz, 3-4 mahal beramiz. Yozda bitta mahalga o'tamiz, qarilarga, kichkinalarga beraveramiz 3-4 mahal. Bu itlarni men o'zim olib kelmayman. Bu itlarni odamlar telefon qilib aytadi, "O nimani oldida mashina urib ketgan it bor. Yomon itda nima bor?" Atlovkadan ko'p itlar keladi. Ko'pchilik egasi mana bu bachani egasi ketgan Rossiyaga topshirgan. Atlovkada 10 idi ко мне, Басенька. Ke, Basa, ke. 10 kun yotgan atlovkada, ovqatsiz, nimasiz. Shuning uchun mana biz olib kelyapmiz. Bu qari it. Menga hech qancha qolmadi. Bu egasi olib ketsa ham bo'ladi. Olib ketmadi. Nima qaysi nimasida bilmayman u. No, bularga jicha mehrimiz tushish kerak. Bu shuncha yil yashagan bo'lsa, bu noto'g'ri-da, buni tashab ko'chaga haydab. Shunaqa bular nima deydi, predatelstvo bilan uchrab nima qila olmaydi. Mana bu ham paroda taksi. Buni ko'chada topib qolganmiz. Katta ko'chadagi itlar g'ajiyatdi. Olib kelib qolganmiz. Mana bu kichikchani mol bosgan. Mol bosib, mana oyog'ini sindirgan. Oyog'ini sindirib, mana oyog'ini sindirib nima? Bitti mana noto'g'ri. Hozir Samaraga odam chiqdi Samaraga. Endi biz aeroport bilan gaplashib, birata перевозчикni olib ketib qolarmikan, bizga yordam berib. Nimasini to'g'rilaymiz, просто odam bo'lsa bo'ldi. Pulini biletiga, bagajiga to'laymiz. Bizga odam kerak, aql ketadigan. Hozir 93 ta itim bor, kichiklari bilan. 3 ta mishig'im, 2 ta mishiqcham, kachonkalar. Bularni parvarishi, tibbiy farmonlari, nima, xizmatlari, kir yuvadigan nimalari, ovqatlari, bizi gruppamiz bor. O'sha odamlardan yordam so'raymiz. Odamlar bizga yordam beradi. Nimaga? Ovqatimizga, dori-darmonlarga, klinikalarga, transportniy rasxodlarga, mana svet, gaz, suv. Bizga davlat tomonidan umuman yordam yo'q. Bizga mana shu odamlar yordam beradi. Kim nima qilib. O'zini bir ikkita itlar bor, kuratorskiy itlar. Ularga pul o'tkazib turadi. Mana bir-biri bilan urushib ketishadi ham. Shunaqa. Masalan, mana sizga mana shu it yo'qdi. Men bunga kurator bo'lay deysiz. Mana bunga dori-darmonlarni olib berasiz, asheynik olib berasiz, kelasiz, aylanasiz. Uyda boqishga sharoitingiz bo'lmasa, kelib mayta bitta it tanlaysiz. Endi hamma bunga sterilizatsiya, kastratsiya qilish kerak, juda qimmat. Vet klinikalar mana bitta itni, katta itni 2 millionga tushyapti. 2 millionga shetda. Toshkentga olib borsangiz yana 1 million yil kerakga qo'shiladi. Endi bu davlat tomonidan bizga hech bo'lmasa sterilizatsiya, kastratsiya qilib berish kerak. O'zini doktorlarda. Bizda davlatning doktorlari yaxshi vaqtda. Частный klinikalar. Endi hatto bizning ham hisobotimiz bor-da, odamlar pul jo'natadi. Odamlar jo'natgandan keyin hisobot berishimiz kerak. Ular chek berishmaydi. Chek so'rasang, qilishadi. Chekkan emas, mana doktor oladi, 180 ming oladi. Bitta prosta ko'rishga. Lekin men endi menga o'zimga isbotlash uchun video internet tarmoqlarda ko'rsataman, prямой efir qo'yib. Mana klinikaga keldik, yo mana musor chiqaryapmiz, chunki voditelga ham beramiz pulni, yo'q plastikaga o'tkazamiz. Ishonarlik bo'lsin-da, nima demoqchiman. Bu haqiqatdan qilgan ishlarimizni ko'rsatib olib boryapmiz. Suvga berdikmi? Mana suvimiz 20 ming edi soat, hozir 52 ming bo'ldi. 51 mingmi 1 soati. Polivnoy suv. Anaqa suvimiz umuman yo'q edi. Umuman bugun sizlar mana keldilaring, suvimiz ham kelib qoldi. Har kuni tez-tez kelib turinglar, suvimiz bo'lsin. O'shanga endi qiynalyapmiz. Harakat qilyapmiz. Mana biz hozir bizning manzilimiz mahallaning ichida, aholining ichida.
Endi Quvasoy shahar Kokilon qishlog'ida. Endi har qayerda bizga to'g'ri tushunaman qo'shnilarni e'tiroz qiladi, nima noroziligini bildiradi. Chunki shulqumdan vovulashadi, kim mashina o'tadimi vovulashadi, birortasi keladimi vovulashadi. Men endi tek turmayman, jim deyman, endi baribir odamlar ishlaydi, ishdan keladi, to'g'ri tushunaman. Bizga iloji yo'q, bizga to'g'rilik qilyapti ham. Ham anaqa tik niza. Ham nima qilish kerak-da? Shuni hokimiyatdan yordam so'ramoqchi edim. Bir chekkada, odam yo'q joyda anaqa joy bersa, adirdami, svet bo'lsin, suv bo'lsin o'sha yerda skvajina. Biz chiqib ketaverardik. Endi iloji yo'q, hozir ular arz qilishyapti-da, 1-2 marta yozishgan ham. Kelishdik, nima qilamiz? Ularni zaboridan olamiz. Kletkalarda endi qaqa boraman men shuncha itlarni olib. Mana hozir faraz qilinglar, 93 ta itni qaqa boraman men. Hozir olib chiqib ket desa, masalan, boradigan joyim yo'q-da. Shuncha itlarni odamlar olib kelishdi. Men o'zim topganim yo'q. Odamlar olib kelib, qarang, kimdir yordam beryapti, kimdir teskari qarab oldi, qaramayapti. Hamma yo'qqa o'zim bitta o'zim mana ko'zlaring tozalikka, ko'tarishga, ovqat berishga, yuvishga, hamma yo'qqa bitta o'zim. Shu bitta odam bo'lganda birorta xodimmi osonroq bo'lardi. Ulgimayapman ham, mana atta-batta narsalar turadi. Endi harakatda biz. Hamma mana bunaqa itlarni yig'ishdi. Voy 2000 men o'zi 2006-yildan o'zi kichkinaligimda shu ishni qilganman. 2006-yildan harakat qilgandim. Выставка qilganmiz. Nimada, Dom ofitserda. Выставка qildik. Naqa priют ochmoqchi edim. Odamni topolmadim. O'shanda internet yo'q edi. Nizom olib keltirdim Toshkentdan. NNOdan. Davlat notijorat tashkilot. Mehr va oqibat o'shanda Zohid opa edi Islomova, o'shandan borib olib kelganman. Qilamiz deb. Endi bo'lmadi, odamlar topilmadi. Bu itlarga qiziqish kichkinaligida qatta topsam uyga olib kelardim. Oyam ruxsat bermas edi. Yo'q derdi, yo men, yo itlar, seksiyada turardik. Bo'lmaydi deb. Keyin anaqa paroda itlarim bor edi. O'shalarni bozorga olib chiqib sotardik biz. Hatta bularni sotyapmiz, bechora hashik kichikchalar yerda yotibdi, qaramayapti hech kim. O'shalarni olib, uyga olib kelib, yuvintirib, nimalarni, dorilarni berib, yaxshi qo'lga joylashtirganman. Endi hozir bular chirichur ko'payib ketdi ko'chadagi daydi itlar. Bularni nazorat endi men hammasini olib kela olmayman. O'shani nazorat qilish kerak davlat tomonidan. Unaqa bas atlovka olib ketib. Atlovkada nima bo'ladi? Ovqat berilmaydi, suv berilmaydi. O'ladi o'zini nimasi bilan, suvsiz, ovqatsiz. Bu to'g'ri kelmaydi-ku. Mana menga ham bir necha marta shikoyat qilishdi, kelishdi, so'kishdi ham. Oxirida men aytdim, bu meni itlarim bas. Bu shahardagi itlar. Farg'ona viloyatida itlari. Men bularni o'zim tuqqanim yo'q, nima qilganim yo'q, chet eldan olib kelganim yo'q, mana shu yerda tug'ilgan bular, ko'paygan. Endi mana men qaramay qo'ysam, mana hozir nima bo'ladi? Itlar вообще meni itlarim уже o'rgangan nima. Ko'chadagi ahvolda qana yuradi-ku itlar. Birinchi darajada odamga ziyon bo'ladi. Odamni bolachalarga, ko'chada yurgan bolachalarga. O'shalarni birinchi bizning vazifamiz odamni hayotini saqlash, bolachalarni. Buni 5 nisbadan vaksina, keyin sterilizatsiya, kastratsiya. Bular ko'chada bemalol yurish kerak emas, bularni birorta joyga bekitish kerak, priютlargami, nimalarga. Chunki itlar stayni животные, bitta o'zi yurmaydi. Ular bir 5 ta, 10 ta yuradi. O'shanga bularga mana programma chiqdi-yu, sentyabrga yaqin bo'ladi deyishdi. Bilmayman endi qachon bo'ladi, bo'lmaydimi, kim buni yurg'izadi. Yaxshi bo'ladi. Ammo hozir agar menga birortasi kelib, chiqib ket, bo'shatib ber bu uyni desa, endi bu xususiy o'zimizniki, qonun bo'yicha sudga berib chiq desa, qaqa boramiz bilmayman men. Qaqa bularni olib boraman bilmayman. Bularni jicha qiynalyapman to'g'risini aytsam. Qo'yib yuboray desam, menga vijdonim nima qilmaydi. Uxlatay desam, to'g'ri vijdonim, haqqim yo'q birovni hayotini
birovni priyotiga topshiray desam тоже nima qila olmayman. O'shanga halok bo'ladi deb ko'chaga qo'yib yuboray desam shuncha faraz qiling 100 ta yaqin bitta joyga. Ular qaytib kelishadi. O'shanga boshim og'rib o'ylanib turibman. Odamlar oling deydi-yu, yo'q deya olmayman, olaman, yo tashab ketishadi. Mana aytga ko'payib ketdi, o'zlaring ko'rdilaring. 93 ta hozir bizda nimalar, hayvonlarimiz. Maqsadim shu odamlar o'ylab, mana hayvonlarga, окружающий мир, природаga, suvga jicha ehtiyot bo'lib, astag'firullah deb nima deydi? Odamlar bir-biriga nima qilsin, jicha insof bersin, bir-biri bilan yaxshi bo'lsin. Ana o'shanda hammasi bittadan, mana shu yerda bittasi masalan siz oling, bittasini sherigingiz olsin, bittasini u olsin. O'zini puliga sterilizatsiya, kastratsiya qilsa kamayadi. 5 yilda ichida populyatsiyani to'g'rilaymiz. Keyin yana bitta nima demoqchi edim. Netda ot olib tulparmi nima? Ipadron, ot chopar bor. Ot chopar. Tulponlari. O'sha yerdan o'taman. Hatto 1-2 ta itlarim bor, boqaman. Hozir kimdir kelish kerak o'sha yoqqa. Asfaltni yangidan qilishyapti, o'zi zo'r asfaltini. Yangidan gullarni ekishyapti, rosa ish qilishyapti. Shunaqa zo'r nimalar, atsoflar, предприятиялар, itlar yuribdi. Ja bo'lsa 10 ta bor. O'shani puli ko'p o'sha odamda. Bitta chiroylikkina budka qilgin. Bitta chiroylikkina budka qilib, sterilizatsiya qilib, o'sha yerga o'tkazsa, ana odamlar ham chet eldagilar ham mayli o'zi uchun qilmasa, mani nomim nima bo'ladi deb hamma biladi. Bir ham chiroylik. Ular bechora burga bosgan, hamma haydayapti, yurishibdi o'sha yerda. Kasallik tarqatilyapti. Eng oson, atlovkani chaqiraman, topshiraman, kelib olib ketinglar, mayta daydi it bo'lib qolgan. O'sha daydi it bo'lmasligi uchun rosa ularda puli ko'p. Million ham emas, milliard. To'g'ri, uni puli, meni pulim emas, uni hisobga haqqim yo'q. Endi shu savob ish qilgin. Neza? Savob ish qilgin, bitta budka. Ja tushsa 1 millionga tushadi. Kastratsiya 500 mingga tushadi. Qilib bitta chashka olib bersang, stolovada doim ovqat qoladi. O'sha olib chiqsang, ana hamma faraz qiladi. Voy, ana uni qara, qanaqa chiroyli qildi deb. Shuni o'ylashmaydi. Havas qiladi, ana havas qiladi. Ana qanaqa qara, nimasi ham zo'r ekan odam deydi-da. Shunaqa ishlar qilmayapti. Endi men bularni maqsadim boqqanim ko'chada qolib ketgan. Ko'chada qolib ketgan, bularga joy yo'q, ko'chadan haydashadi. Bor yo'qal deydi, atlovkaga topshiradi. Endi borini qabul uradi, xafa qiladi, ovqat bermaydi, sarson bo'lib yuradi, aqa boradi, baqa boradi. Odamlar to'g'ri, kimdir qo'rqadi begona itdan, kimdir nima, endi bularda aybi yo'q-da. Nimamizda ham, musulmonimizda ham nima aytilgan? Dinimizda ham aytilgan. Beparvarish nima mehr bilan qaragin hayvonga. Azob berma, xafa qilma deb. Yordam bergin, ijmo'masa ovqat bergin, uyingga olib kirma, ovqat bergin, xafa qilma, urma. Meni ham nima qilishadi? Urishgan paytida ajrataman, tishlashi mumkin o'shanga. Vaksina qilamiz vaqtida. Vaksina qilib turib nima qilamiz? Endi bular daydi itlar-da, ko'chadagi daydi itlar. Bular bilan ishlash kerak, bularni daydi bo'lmasligi uchun shu odamlar jicha mehri bilan qarab, uylariga olib, ko'chada urmay, xafa qilmay, bolalarga tushuntirib, bu hayvon, bu yomonligi bo'lmaydi, ozor berma deb, tosh otma. Shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi. Sababim shu gapga bitta o'zim nima qila olaman? Ijtimo qila olmayman. Men ham уже yoshim o'tyapti. Mana уже qabul qilsam ham qaralmayman, fizически qaralmayman. Shuningga odamlar yordam berish kerak. Odamlar ham qarash kerak. Bittadan olib ko'paytirmasligiga, ko'chada yurmasligiga yordam berish kerak. Ahamiyat berish kerak. O'shani birgalikda biz biror narsani maqsadini bajaramiz. Shunday nima qila olmaymiz. Davlat tomonidan albatta bizga yordam bo'lish kerak. Bizga emas, mana hayvon nazorat qilinish kerak.
Mana ko'chada birattasini telefon qiladi, it mashina urib ketgan, olib kelib olamiz. Olib kelganimizdan keyin ko'ramiz. Oyog'i sindimi, nima bo'ldimi, rentgen yo'q. Bizga Toshkentga jo'natamiz. Farg'onada rentgenlar yo'q. Shuni davlat tomonidan qilsa bo'lardi. Toshkentga jo'natib turib, o'sha Toshkentda klinikalari 1 million yo'l kiramizga ketadi. Toshkentda rentgenlardan boshlab operatsiyasi 1,5 milliondan tepa. Bitta itimiz 10 millionga tushdi, bilasizmi? 10 millionga tushdi bitta oyog'i, ключицasi, orqa oyog'i. Hozir biz Toshkentda qoldirdik Beredjerskaga, shu pul. Endi faraz qiling, shuncha pulni qayerdan olamiz biz? Bitta kuchukka, oddiy xashak kuchukka bir xilgilar meni tashab qo'yib, shopirlar, vajitillar, odamlar so'raydi, sizga nima foyda bor bundan? Tushunmaydi, что odam o'zidan o'zi bekor yaxshi ko'rganligi uchun qaraydi. Qanaqa, keyin mana ularni invalidlarni ko'rib, jicha rahmi kelar ekan. Rahmi kelib, opa, savob ish qilasiz. Kecha yo'lda balonim teshildi, ana bola meni nimadan ko'rdim sizni televizorda. Rahmat shu bolaga. O'zini labosiga meni o'tkazib, olib borib bir so'm pul olmadi. Balonimni yamab, opa ketaverasiz darshi. Nima kelib olganman? Sizga foyda yo'q bular. Foyda yo'q bizdan. Menga foyda yo'q. Mana yuragimdan, o'zimni nimamdan, chiqqan mehrim tushganimdan nima shularga qarab turibman. Bo'lmasa meni ham oilam bor, ikkita nevaram bor, ularga qarasam bo'ladi. Nevaralarim kelib lalamat deydi. Babuli ham demaydi meni kam ko'rganligiga. Salomat deydi. Endi men ham bularni oldimmi, oxirigacha endi qarashim kerak. Kamida endi 10 yil bitta it yashaydi. Rasxod har kuni endi nimasiga qarab. 350 ming shunaqa ketadi bizni. Bir kuni 400 ming ketishi mumkin, 300 ming ketishi mumkin. Ovqati bilan, suv bilan bir kunda shuncha pul ketadi. Uni hozir mana Kurinidan bizni qarzimiz bor. 6 million 900 ming. Sekin pagashat qilyapmiz, beryapmiz endi. Odamlar bor yaxshi, yordam beryapti. Hozir bizni mana kasalimiz ko'p edi-da. Nima klinikaga pul jo'natdik, o'shaqa ishlatdik. Jicha qarz bo'lib ketdik. Eng qimmat bularni boqish. Bir marta yerga topsa bo'ladi, bir marta mana qurilishga topsa bo'ladi. To'playsiz, bir marta to'playsiz. Ovqatga har kuni to'plashingiz. Mana yaxshi odamlardan kelinglar, olib ketinglar kimga yoqqan bo'lsa, kuchukchalarimizni qaranglar. Mana shu qurilishi kerak bizga hozir yangi ikkita uchastkamizda. Valyer qilishimiz kerak. Endi bunaqa basda normalni, yaxshi standartga yarasha bularni nimasiga, sharoitiga qarab odamlarni xalaq bermaganligiga nima qilishimiz kerak? Davlatimizdan qanaqa yordam so'raysiz? Davlatimizdan yordam so'ramoqchi, bizga endi mana baribir chekkada yer olishimiz kerak. Endi bizga aytyapti, sentyabrda bo'ladi deb. Uni bilmayman. Qachon bo'ladi? Atak shu davlat tomonidan yer berilib, mana shunaqa chekkada qurilsa, biz ham gap eshitib qolmasdik. Shu yerda yashayman, qo'shnimiz aytayapman, Salomatxon qachon ketadi? Har kuni ertalab chiqib qarardim. Ketdimi bu qiz? Kelganimda mana yerda ishtima yo'q edi. Mana yerda so'ri qo'yib qo'yganman. Mana klyonkani baylab, ana videolarimiz bor. Baylab yotganman. Shunaqa yomg'irlar yoqqan. Mana robotni olib keldim-ku. Robotni olib kelib, bunday qo'yib qo'yganman. Hali batta ustani bilaman, nimani bilaman. Bu palkani batdan tiradim, u stoykani atdan tiradim. Shamol boshlaydi, unga mana klyonkani bayladim, shamol boshlaydi, ko'taradi, bog' deb tushadi. Qatdan bu kelyapti unaqa ovoz. Ana nima ekan-da, visokovoltli liniyaga shamol bo'lsa, shunaqa chiqarar ekan. Bolalar batta vav qilishyapti. Qaqa tushdim men, nima bo'ldim? Hozir menga aytsin, Onetga borgin, 10 ming dollar beramiz shunaqa sharoitda. Bormayman. 10 ming dollar. Abaqa kelgan bo'lsa, o'sha qo'shnimiz chiqib, har kuni qarardi. Qochib ketmadimi Salomatxon? Qochib ket. Shunaqa sovuq edi. Svetimiz yo'q. Suvimiz yo'q. Sharoit yo'q. Keyin bizga mana konteynerni podarka qilishdi. Biram yayradik. Mana yerda konteyner podarka qilishdi. Obshivka bilan, kavralan bilan, so'ri bilan.
olib kelishdi, urinadik, nima qildik. 1 soatgami ovqat qilayotgan kirsam, kavralandi, yer tushdi. Plastikni qajishdi. Konteynerda nima, konditsionerda trubkalarni tortishdi. Mazza qilishdi ularda kirib olib bizga xonada. Qarshilik qilmaydi, bilishadi, yordam berishadi. Shamol bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, telefon qilib kelishadi, produkt olib kelishadi. Skuterda mana bizga olib berishdi. Aka-baka yurgan, o'zlaring ko'rdilaring-ku. Piyoda yurish. Qiynalamiz. Mana shunaqa. Yemay.